Ishonasizmi? Merengve ruletni birinchi marotaba tayyorlashim. Agar retseptingiz ishonchli bo'lsa, bir martani o'zidayoq o'xshab zo'r bo'lib chiqadi. Retseptga like bosing. Men sizga merengve ruletni hamma sirlari bilan o'rgataman. 7 ta tuxum oqiga qoshiqni 3dan 1 qismida tuz solib, yaxshilab mikser qilamiz. Tuxum oqi ko'pirib, shu holatga kelganidan keyin 300 gram shakarni oz-ozdan solib mikser qilishda davom etamiz. Hamma shakarni solib, yaxshilab mikserlab eritib olganimizdan keyin limon suvini quyamiz va yana mikser qilamiz. Mikser qilishdan to'xtaganingizda hamma shakarlar erib ketgan bo'lishi kerak. Tovani o'girganimizda xuddi shunaqa qotgan massa bo'ladi. Merengve ruletni asosiy sirli joyiga ham yetib keldik. 65 gram saharning pudraga 55 gram kukuruzning kraxmalini aralashtirib olamiz va tuxumli massaga solib, lopata yordamida asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Aynan saharning pudra va kraxmal merengizni ideal darajada pishib chiqishini ta'minlab beradi. Listga solamiz va bir tekisda 1,5 sm qalinligida listga yoyib chiqamiz. Chiroyli ko'rinishga ega bo'lishi uchun xohishga ko'ra vilka yordamida shakl berib chiqsangiz bo'ladi. 100 gradusda qizib turgan pechda 1 soat davomida merengamizni pishirib olamiz. Krem uchun 400 gram sifatli qaymoq va 250 ml zgushoniy molokoni solamiz. Aralashtirib, yarim soatga morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin mikserni eng baland оборотida krem holatiga kelib qotgunicha mikser qilinadi. Agar sizda qo'l mikseri bo'lsa, kamida 5-6 daqiqa mikser qiling. Merengamizni teskarisini o'girib olamiz va chetlariga yetkazmagan holatda kremimizni surtib chiqamiz. Ichiga xohishga ko'ra mevalardan foydalanishingiz mumkin. Men banan va malina soldim. Merengani asta-sekinlik bilan o'rab olamiz va ustini ham krem va mevalar yordamida chiroyli qilib yasatib olamiz va 2 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va qaytib ko'chadan merenga sotib olmaysiz.